Tavsiyalar. Namozni tugatganingizda o'tmishdagi gunohlaringiz tufayli yetarlicha sog'lom ibodatlar qila olmagan bo'lishingiz mumkinligi tufayli farz qilingan ibodatlarni bajara olmaganingizni bilmasligingiz tufayli namozingiz qabul bo'lmay qolishidan andisha qilishingiz lozim. Alloh taolo o'zining fazlu karami bilan sizga namoz o'qish ne'matini baxsh etganini va gunohlarni tark qilishingiz uchun sizni darhol jazolamaganligi kabi namozingizni ham qabul qilishidan umid qiling. Shu namozingiz eng oxirgi o'qigan namozingiz bo'lib qolishi mumkinligidan andisha qiling. Rivoyat qilinishicha, Yahyo ibn Vassab namoz o'qiganlaridan keyin go'yo Alloh taoloning huzurida hisobga tortilayotgandek uzoq muddat o'tirib kutar, namozlari qabul bo'lmasligidan qo'rqar edilar. Ibrohim an-Nahoiy ham namozdan keyin bir muddat xasta odamdek o'tirar edilar.